nimadir bo'ldi. O'chirish kerak mashina. Gulshiter qani? Gulshiter tushib qolibdi akalar. Voy. Gulshiterimi ko'rdilaringmi? Yo'q. Mana gulshiterim. Chetga olib qo'yishibdi bori. Ala. Voy, suvligini. Qanaqa qolamiz endi buni? Mana normalniroq. Voy, onasini yersiz. Ana mashina tushib qoldi-da. Yugurib kelganimcha olib qo'yishibdi bori. Zikrga chiqaversa. Mashina oldi ketolmaydi. Abdurazzoq, mashinani olganimga qancha bo'ldi? 15 minut bo'lmadi. Hali. Bu uzilib ketdi bilan. Yo, men normalniy haydab ketasizda. Bitta formali brat. Okey, gulchitiri tushib qoldi. Ke bittasi yo'lim ketdi. Zo'r deyapti-da. Akasi bu orqaga qaradi. Gulchitiri to'raga tushib qoldi otganigacha olsa. Akalar, tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Meni ikkinchi mashinam ZAZ mashinasi. Bu mashinani men o'zimga sotib oldim. Ya'ni, okey yutib oluvdilar. $1000 pulni tanlaysizmi yoki de mashinami deb aytdim. Yo'q. Okey. $1000 pulni tanladi. To'g'rimi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xayrli bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Baragasini bersin. Avtograf ukamizni bu mashinani 6 oy yig'di. Ukam, asosiysi akaga ketdi mashina, begonaga emas. Yo'q, to'ppa-to'g'ri. Kimdir manfaat ko'rdi lekin, aka baribir. Kimdir manfaat ko'rdi, kimdir mazza qilyapti baribir. Aka mazza qilyapti. Asosiysi shu. Shunaqa eng qizig'i mashina darsi proyekt bo'ladi. Men o'shanisiga xursand bo'lib ketdim. Hammasini aytib qo'ying. Bo'ldi. Mehr ko'zi akalar. Dil xirali bo'lmasin. Xursandman men. Birinchi masalamiz gulshiterdan tushib qoldi. Skorost yaxshi tushmayapti. Keyin mashina bir xil payt o'chib qolyapti. Terlab ketdim ro'zada, qarang. Akamga olib keldim. Mashina menga o'tdi, aka. Tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Klientga rahmat. Klientga aytdiki, "Yo'q, mashina yoki de $1000 pul" dedi. Pulni tanlabdilar, lekin shuncha mehnatni dalsha bundan ham kattaroq proyekt qilishga harakat qilmoqchiman. Zo'r bo'ladi. O'shanga sizga ishonib topshirdim. Joningiz sog' bo'lsin. 3 kun, 4 kun bemalol chiroyli qilib bersiz bo'ldi. Rahmat.